Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, Kaz firmasidan termogolovka radiator uchun. O'zi termogolovka nimaga kerak deyilgan savolga javob. Misol uchun mana shu xona bo'ladigan bo'lsa, mana shu xonani misol uchun 24 gradus yoki 28 gradus bo'ladigan bo'lsa, o'sha gradusdan o'tib ketmasligi uchun asosan ishlatiladi. Ya'ni energiya samaradorlikni ham oshiradi, komfort uchun ham juda qulay narsa. Shunda 5 ta skoristi bor. Mana. Xo'p, 0 da yopiq holatda qor paytida 5 gradusdan 10 gradusgacha ushlab turadi xonani. Birinchi, ikkinchi eng komfort tavsiya qilinadigan 4-skoristi bo'ladi. Xonani 24 gradusdan 24 ni hozir ko'ramiz. Xo'p. 20 dan 24 gradusgacha ushlab turadi. 5-skorist bo'ladigan bo'lsa 24 dan 30 gradusgacha xona haroratini ushlab turadi. Mana shu holatda o'rnatilgan.